Mana shu o'rinda bir muhim bir narsa bor. Bir odam gapiradi, terib, chizib qo'yib, shunaqa chiroyli gapiradi, hech qanaqa ta'siri yo'q. Yana bitta odam oddiy gapirib qo'yadi, hali gap qalbingizda tak-tagiga o'tib ketadi. Titrab ketasiz hali gapini eshitib. Farq nimada? Aytilgan so'zlarni qanaqasi odamlarga ta'sir qiladi? Birov ishonch bilan gapiradi. Tayyorlanib gapiradi. Mutolaa qilib gapiradi. Yodlab olgan bo'ladi. Juda ham chiroyli so'zlar. Agar mana shunaqa so'zlarni ham hattoki agar Alloh o'zi tomonidan bo'lgan bir ruh bilan quvvatlamasa, ularning ta'siri bo'lmaydi. Ammo Alloh bir bandani qalbiga sakinatni joylab qo'ygan bo'lsa, mana shu sakinat bilan gapirsa, bu sakinat unga Alloh tomonidan berilgan mukofot edi. Istiqomasini, taqvosini, ixlosini, fidoiligini samarasi edi. Bunaqa bandani so'zlarini Alloh o'zi tomonidan bo'lgan bir ruh bilan quvvatlaydiki, ta'sir qilishi qattiq bo'ladi. Haqiqatan shunaqada. Bir unaqa savodiyo bir dehqon odam bo'ladi, oddiy bir usta hunarmand odam bo'ladi. Shu sizni haqqa chaqirib ikki og'iz nasihat qiladi. Qalbingizni teshib o'tib ketadi hali gapi. Endi shunaqa bir odamlar bor. Endi shunaqa bir keltiradi, hech qanaqa ta'siri yo'q. Boyagi odamning so'zi nimaga ta'sir qildi? Alloh tomonidan ruh berildi bunga. Alloh taoloning ruhi bilan quvvatlandi. Qalbida sakinati bor. Alloh taoloning ushbu oyatini ulamolar shu biz aytayotgan narsaga dalil deyshadi. Astagfirullah. Ulaika kataba fi qulubihimul iymana va ayyadahum bi ruhin minhu. Ana o'shalarning dillariga Alloh iymonni bitib qo'ygandir va ularni o'z tomonidan bo'lgan ruh bilan quvvatlantirgandir. Ana shu gap ta'sir qilyaptimi? Demak qalbida sakinati bor. O'sha gap ta'sir qilyaptimi sizga? Demak Alloh shu so'zlarni o'zi tomonidan bo'lgan ruh bilan quvvatlantirib qo'ygan. Tushundingizmi? Tilingizni buramang, chiroyli so'zlarni termang, Allohdan taqvo qilib, ixlos bilan, istiqoma bilan gapiring, o'tadi gapingiz. So'zda hikmat bor, fasohat bor, bayon qilishda mahorat bor, nutqda puxtalik bor, ammo ta'siri yo'q. Demak, bunaqa odamni qalbida sakinati yo'q. Alloh tomonidan uning so'zlari ruh bilan quvvatlantirilmagan. Ulamolar aytishadi, qattiq ehtiyoj holatida qalbda mana shu sakinat paydo bo'ladi. Ya'ni boshiga bir balo keldi, musibat keldi, mashaqqat keldi, qiyinchilikka tushib qoldi. Mana shu paytda qilgan duosi sakinat bilan qilingan duo bo'ladi. Sidq dildan so'raydi. Shu paytda Alloh taolo uni qalbiga tajalli qiladi. Shunda uni aytayotgan so'zlarda ruh bo'ladi. Bu Alloh taoloning shu bandasini qalbiga qilgan tajallisi bo'ladi. So'zlarning ta'sirining sababi shu. Sakinat. Sakinatning nozik ta'riflaridan. Sakinat nur, sakinat quvvat, sakinat ruh. Alloh taolo mana shu sakinat orqali birodar senga bir nurni kashf qilib beradi. Ana shu nur seni qalbingga joylanganidan keyin iymon dalolatlarini ko'rasan, haqiqatlarni ko'rasan. Mana shu nur qalbingga berilgandan keyin haq bilan botilni ajratadigan bo'lasan. Hidoyat va zalolatning farqiga borasan. Egrilik yoki to'g'rilikni o'rtasidagi farqni ko'rasan. Ya'ni sakinati bor odam qalbida, xotirjamligi qalbida bor bo'lgan odam, uni o'zini fikri bo'ladi. O'zini nazari bo'ladi, o'zini qarashi bo'ladi. U kim nima desa ergashib keta olmaydi. Sakinat Alloh tarafidan bandani qalbiga solib qo'yiladigan nur. Bu nur bilan hamma narsani o'zini boricha, holicha ko'radi. Shuning uchun birodarlar, Alloh qalbiga sakinat joylab qo'ygan banda bu hazakam odam emas. Bunaqa odam narsalarni zohiriga qarab, ustidagi suratiga qarab aldanib qolmaydi. Qalbida sakinati bor odam narsalarning haqiqatini ko'radi. Dunyo matohi qo'lida katta, uy-joyi chiroyli, mashinasi yangi, katta puli bor. Ammo harom narsani tijorati bilan boyigan.
Ana shu qalbida sakinati, nuri yo'q bo'lgan odamlar havas qiladi buni. Chunki zohiriga qarab aldanyapti-da bular. Ammo qalbiga nur bergan, sakinat berilgan bandachi? Yo'q deydi. Xudo saqlasin bunaqa bo'lib qolishdan deydi. Chunki bu haqiqatini ko'radi. Demak, sakinatni nima dedik? Nur, quvvat, ruh dedik. Ana shu ruh bo'lsa insonda qalbida, u xushyor bo'ladi, sergay bo'ladi. Demak, sakinat deyiladigan ruh insonni xushyor qilib qo'yadi. Sakinatning ma'nolaridan. Sakinat mo'minning qalbidagi nur deyildi. Hamma narsani asl suratini shu nur bilan ko'radi. Sakinat mo'minning qalbini egallagan bir ruhoniyat. Ya'ni uni qalbi tirik bo'ladi. Qalbi uyg'oq, g'aflatda emas, Allohdan uzoqlashmagan, shahvatlarga cho'kmagan, o'zini doim hisob-kitob turgan va kunidan rozi. Sakinat to'g'ri ilmga asoslangan quvvat. Mana shu quvvati bilan banda o'zining shahvatlarini, chaqirig'larini sindiradi. Sakinatning lavozimlaridan. Shahvatning chaqiriqlarini mag'lub qiladigan quvvat. Mana hozir aytdik-ku. Nafsingiz, shahvatingiz chiq turib ket deydi. Berma deydi. Uxla deydi. Namozga chiqma deydi. Qo'y, sendan boshqa odam yo'qmi deydi. Masalan, bir hafta chiqib masjidda azon aytasan, ertaman bomdodga desa, nima deydi nafsimiz? Lekin so'pakalarimiz nima bo'lgan? O'sha ko'nikib ketgansizlar-da, to'g'rimi bunga? Oddiy ish bular uchun. Nafs uxla degan vasvasani qilmay qo'ygan. Chunki bu quvvat bilan, bu biz aytayotgan qalbdagi quvvat bilan nafsni sindirib bo'lgan. O'sha turib chiqib azonda aytish oddiy narsa unga. Demak, sakinatning lavozimlaridan shahvatning chaqiriqlarini sindiradigan quvvat. Gohida shahvatlar insonni yengib qo'yadi. Shunda shayton mag'lub bo'lding deydi. Shu yerda gunohga kirib qoladi. Gunohga kirgan odam ikki xil bo'ladi, birodarlar. Bittasi osiy, bittasi fojir. Osiy kim? Fojir kim? Osiy odam ana shu gunohni qilib qo'yib, shu gunohga qo'l urib qo'yib turib, keyin yig'laydi. Istig'for aytadi. Bu osiy. Endi fojir kim? U ham xuddi shu gunohni qiladi-da, uyalmaydi. Bezrayib turaveradi. Nima bo'pti deydi. Aksincha faxrlanib ham qo'yadi. Bunaqa odam fojir deyiladi. Demak, gunohga qo'l urib, hijolat bo'lib, uyalib, istig'for etgan odam osiy ekan. Gunohni qilib qo'yib turib, shunday turgan, hech narsa bo'lmagandek. Bu odam fojir ekan. Biz banda ekanmiz, tirik ekanmiz, ichimizda birodarlar, shahvat, nafs, shayton doim bizni gunoh qilishlikka undab turadi. Ichimizda doim kurash ketadi. Aqlimiz bilan shahvatimiz turadi, kurashadi. Insonning ichida maloikalardan bo'lgan ilhom bo'ladi yoki shaytondan bo'lgan vasvasa bo'ladi. Asli tuproqdanmi insonni? Jasadi tuproqdanmi? Endi ruhi samodan kelganmi? Mana shu tuproq tomoni bilan samoviy tomoni doim kurashib turadi. Kimdir umuman mana shu shaytonga, nafsga yengilgan, uning ichida kurash bo'lmaydi ham. Endi mo'minchi gohida shahvatini sindiradi, gohida mag'lub bo'lib qoladi. Agar mo'min bandani qalbida biz aytayotgan shu sakinat bor bo'ladigan bo'lsa, u shahvatni sindirishlik quvvatiga ega bo'ladi. Sakinatning nuroniy tarafi bor, ruhoniy tarafi bor, hamda quvvat tomoni bor. Ana shu bilan shaytonni va nafsini, shahvatlarni sindiradi. Sakinat nur, hayot va ruh. Nur bilan ko'radi, hayot bilan saodatli bo'ladi, quvvat bilan sindiradi. Demak, sakinat ichimizdagi nur, hayot va ruh ekan. Astagfirullah. Fa anzalallohu sakinatahu ala rasulihi va alal mu'minin. Alloh o'z payg'ambarining va mo'minlarning ustiga o'z sakinat oromini tushirdi. Agar Alloh bandani qalbiga shu ne'matini ato qiladigan bo'lsa,
Hatto osiy bo'lgan inson Allohga tavba, nasuh tavba qilsa, Alloh unga ham sakinatni beradi. Ana shu sakinati tufayli endi qalbida quvvat paydo bo'ladi. Shu quvvati bilan endi shahvatlarni sindira oladi. Mag'lub edi, g'olib bo'ldi. Bo'yinsungan edi nafsiga, shahvatiga, endi bo'yin sundiruvchi bo'ldi. Zaif edi, endi kuchli bo'ldi. Havoi nafsi uni yetaklardi. Endi bu sakinatni bergandan keyin u havoi nafsini o'zi yetaklaydi. Ikkinchisi, muhosabatun nafs. Bu juda ham muhim nuqta. Nafsni hisob-kitob qilib turishlik. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu va zinu a'malakum qabla an tuzana alaykum. Deydi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu. Hayotdagi bir muhim qoidalardan qilib olsa yaxshi bo'ladi. U kishi aytadiki, hisob-kitob qilinishinglardan avval o'zlaringizni hisob-kitob qilib turinglar. Sizlarni zararlaringizga o'lchangunga qadar amallaringizni o'lchab olinglar. Agar inson o'zini hisob-kitob qilib tursa, ancha tartibga kelib qoladi. Agar o'zini amallarini hisoblab tursa, amallari ham tuzalib qolganligini ko'radi. Agar biz o'zimizni amallarimizni o'zimiz hisob-kitob qilib tursak, nafsimizni hisob-kitob qilib turadigan bo'lsak, ancha insofga kelib qolamiz.